هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Naml tefsiri 54. ayetten başlayıp okuyumuz inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selam ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Tövende diktanlağa İbn Kesir rahimullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Naml suresi 54. ayetinden başlayıp okuyumuz inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Lut'un kıssasını bayan kılgın. Aynı zamanda Lut özünün kavmiga aytdi. Sizlar bilib turib qabih ishlarni qilamsizlar? Sizlar ayollarni qo'yib, jinsiy talbanglarni erlar bilan qondiramsizlar? Balki sizlar nodon qavmsizlar. Ularning birdan-bir javobi Lutning tavallarini shahringlardan haydab chiqaringlar. Ular pok kishilardir deyishdan iborat bo'ldi. Biz uni ve xotinidan başka tavallarini qutqizdik. Takdirimiz bilen uni, yani xotinini azapqa qalğuchilardan qildik. Ularning ustiga biz yomg'ir, yani tosh yog'dirdik. Agahlantirilg'uchilarga yog'dirilgan yomg'ir nima degan yomon? Lut aleyhisselam bilen kavminin kıssası doğrusida. Allah Teala bu ayette bendisi ve peygamberi Lut aleyhisselamның öz kavmini ularning ayollarını taşlap koyup erlerinin kışığı kelişinden ibaret Adem aleyhisselamның avladıdan hiç bir insan kılıp bakmagan yaman bir işini kılganlık için ularga Allah Teala'nın gazibinin düşüşüden korkutkanlıktan haber verdi. Bu yaman iş bolsa er bilen er, ayol bilen ayol cinsi yıkınçılık kılıdığan rezil paşivazlık idi. La havle ve la kuvvete illa billah. Allah Teala Lut aleyhisselamның kavmiga degan sözlerini bayan kılıp mındak dedi. Aynı zamanda Lut özünün kavmiga aytdi. Sizlar bilib turib qabih ishlarni qilamsizlar? Yani bir-biringlarni ko'rib turgan holda sorunlaringlarda op-ochiq yomon ishlarni qilaveramsizlar? Sizlar ayollarni qo'yib jinsiy talbinglarni erlar bilan qondiramsizlar? Balki sizlar nodon qavmsizlar. Yani sizlar insoniy tabiat yoki shariat orqali bo'lsa-mu biror narsani bilmaydigan nodon kishilar ekansizlar. Allah Teala ularning qissasini boshqa bir yerda bayon qilib mundaq dedi. Sizlar ahli jahon ichidan livota qilib Rabbinglar sizlar uchun yaratgan ayollaringlarni tashlab qo'yamsizlar? Sizlar haqiqatan buzuqchilikda haddidan oshquchi qavmsizlar. Ularning birdan-bir javobi Lutning tavallarini shahringlardan haydab chiqaringlar. Ular pok kishilardir deyishdan iborat bo'ldi. Ya'ni ularning javobi bu kishilar sizlarning qilmishinglarni va bu qilmishlarni qilishga qo'shilganliklarini ig'ir oladi. Shunga sizlar bularni aranglardan chiqarib etinglar. Chunki bular sizlar bilan shahringlarda qo'shni bo'lib o'ltirishga yaramaydigan kishilardir deyishdi. Deyişi bo'ldi. Hamda ular shundoq qilmoqchi bo'ldi. Shuning bilan Alloh Taolo ularni halok qilib etdi. Kafirlar shundoq oqibatga qoldi. Biz uni va xotinidan boshqa tavallarini qutqizdik. Takdirimiz bilen uni, yani xotinini azap qalğuchilardan qildik.
Ya'ni Lut alayhissalomning ayoli qavmidan halok bo'lganlar bilan birga halok bo'lib ketdi. Chunki u ularning yomon qilmishlariga rozi bo'lish bilan ularning yomon yo'llarda menishiga va ularning o'z dinlarida qilib qilishiga yordamchi bo'lgan edi. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh. U qavmini Lut alayhissalomning uyiga kelgan mehmonlar bilan bir yerda bo'lsin deb ularga mehmonning kelganligini uqtirib qo'yatdi. Lekin u o'zining hurmati uchun emas, Alloh taolaning payg'ambari Lut alayhissalomning hurmati uchun o'z yomon ishlarni qilmaydi. Ularning ustiga biz yomg'ir, ya'ni tosh yog'dirdik. Ya'ni üstülep sapal taşlarını yağdırdık. O sapal taşlarga Rabbinin dergahida belgeselingan idi. O yurtla zalimlardan yirak emas. Agahlandırılgıçılarga yağdırılgan yağmur nemi degen yaman? Yani delil paketla turguzulgan agahlandırış yetken turup Peygamberge karşı çıkan, onu inkar kılgan ve onu arasından çıkırıp etmekçi boğan kişilerge yağdırılgan yağmur nemi degen yaman? Cemi hamd sana Allah xastır. Onun peygamberlikке tanlagan bendilerge amallık dileymen degin. Allah yaxşımı yoki ularning şirik keltirgan butlar yaxşımı? Osmonlarni va zaminni yaratgan, sizlarga bulutdan yağmur yağdırıp bergan, onun bilan güzel bog'larni yetishtirib bergan kim? U bog'larning daraxtlarini o'stirish sizlarning qo'linglardan kelmaydi. Allohdan boshqa iloh bormi? Boshqa iloh yo'qdir. Ular haqiqatan burilib ketgan qavmdir. Allah'a hamd sana etişqa ve onun peygamberlerine durut etişqa buyuruş doğrusuda. Bu ayette Allah Teala peygamberi Muhammed aleyhisselamni Allah'ın bendilerine san sanaksız nimet bergenliki, Allah yüksek sübet ve güzel isimler bilen sübetlengenlik için cemi hamd sana Allah xastır deyişke ve Allah Teala tanlagan hürmetlik peygamberler ve elçilerden ibaret bendilerine durut yollaşkı buyurdu. Allah rahmeti ve salimi peygamberler olsun. Allah'ın rahmeti ve salimi peygamberler olsun. Abdurrahman İbn Zeyd ve başkalar Allah Teala tanlagan bendiler degenden Peygamberler köz tutuldu dedi. Bu vaqtda Allah Teala kudret igisi bo'lgan Rabbing ularning sübetligenlerden pakdir. Peygamberlerge salam bo'lsin. Cemi hamd sana alemlerning Rabbi Allah xastır degan. Savri ve Suddi yuqorqi oyatda deyilgan tanlangan kishilar bo'lsa Peygamber aleyhisselamның sahabalaridir dedi. Allah ulardan razı bo'lsin. İbn Abbas'dan muşunun o'xshash rivoyat qilindi. Yuqorqi ikki xil tafsirining orasida o'zaro zidlik yo'qdir. Chunki sahabalar Allohning tanlagan bandalari bo'lgan taqdirda payg'ambarlarning Allohning tanlagan bandalari ekanligida shak yo'qdir. Allah Teala mundaq deydi. Allah yaxşımı yoki ularning şirik keltirgan butları yaxşımı? Bu oyatdagi savol mushriklarning Allohga boshqa ilohlarni qo'shib ibodat qilganligini rad qilishdir. Allah Teala'nın bar ve birlikini gösterdiğin bazı deliller to'g'risida. Allah Teala özünün yaratış, rızık beriş ve orunlaştırışıda hiç şirk yok ve yigan ekanligini bayan qilishga başlab mundaq deydi. Osmonlarni ve zaminni yaratgan kim? Yani Allah osmonlarni egiz
ve süzük qilib yaratdi. Osmonlarda nurliq yulduzlar, oshkor ko'ringuchi yulduzlar to'pi va orbitlarni aylanib turg'uchi yulduzlarni qildi. Zaminni ost tarafda va zich qilib yaratdi. Zaminda egiz tog'lar, tuzlanliklar, qattiq yerlar, sahrolar, cho'llar, ziroatlar, dal-daraxtlar, meva-chevalar, dengiz, okeanlar, turlari, shakllari va ranglari har xil bo'lgan hayvonotlar va ulardan boshqa narsalarni yaratdi. Subhanalloh. Sizlarga bulutdan yomg'ir yog'dirib bergan, ya'ni yomg'irni sizlarga rizq manbasi qilib bergan. Uning bilan go'zal bog'larni yetishtirib bergan. Chiroyli, manzirlik va ko'rkam. U bog'larning daraxtlarini o'stirish sizlarning qo'linglardan kelmaydi. Shak shubhisizki, mushriklarmu e'tirof qilgandek dal-daraxtlarni o'stirishga butlar va shirklar emas, balki o'z oldiga yolg'iz yaratquchi, rizq berguchi Allohlar qodir bo'ladi. Bu haqda Alloh taolo mundaq deydi: agar sen ularni kim xalq etganligini so'rasang, ular cho'qim Alloh deydi. Agar sen ulardan bulutdan yomg'ir suyini tushirib, uning bilan o'lgan zaminni terildirgan kim deb so'rasang, ular cho'qim Alloh deb javob berdi. Aytqinki, sizlarga qarshi pokitlar bor bo'lganlikdan jimi hamd sana Alloh xosdir. Belki ularning to'lisi bu so'zlaridagi ziddiyatni tushunmaydi. Ya'ni mushriklar haqiqatan ashu narsalarning hammasini hech shirki yo'q, yolg'iz Allohning qilganligini e'tirof qiladi. Ondan ular o'zlari e'tirof qilgan hech narsani yarata olmaydigan va rizq bera olmaydigan narsalarni Allohga qo'shib ibodat qiladi. Faqat yolg'iz yaratgan va rizq bergan Allohga yolg'izla ibodat qilinishga haqliq bo'ladi. Shuning uchun Alloh taolo mundaq deydi: Allohdan boshqa iloh bormi? Allohdan boshqa iloh bormi? Ya'ni Allohga qo'shib ibodat qiladigan boshqa ilohlar bormi? Sizlarga va har bir aql egasiga mushriklarning aql e'tirof qilgan narsalaridan Allohning yaratquchi va rizq berguchi ekanligi oshkor bo'ldi. Ular haqiqatan burilib ketgan qavmdir. Ya'ni ular butlarni Alloh taologa o'xshatdi va shirik keltirdi. Zaminni insonlarga va hayvonlarga turalg'i qilgan. Uning turli taraflarida daryolarni oqizgan. Uning ustida tavrab ketmaslik uchun tog'larni o'rnatgan. Ikki dengiz orasida, ya'ni tatliq suv bilan sho'rliq suv orasida ayrılışıp ketmaslik uchun to'saqlarni qilgan kim? Allohdan boshqa iloh bormi? Boshqa iloh yo'q. Ular, ya'ni mushriklarning to'lisi bilmaydi. Zaminni insonlarga va hayvonlarga turalg'i qilgan kim? Ya'ni zamin ahliga harakatlanib tavrab ketmaydigan mustahkam turalg'i joy qilib berguchi kim? Agar zamin tavrab ketadigan bo'lsa, uning ustida hayot kechirish va yashash mumkin bo'lmagan bo'ladi. Belki Allah öz fazli ve rahmeti bilen zaminni yeyilgan ve tavrab ketmaydigan mustahkam to'shaq qilib berdi. Allah bu vaqtda mundaq deydi: Allah sizlarga zaminni turalg'u, osmonni bino qildi. Sizlarni suratga kirgizdi. Suratinglarni chiroyli qildi. Sizlarga turli pok narsalarni rizq qilib berdi. Ayni shu Allah sizlarning Rabbinglardir. Alemlerning Rabbi Allah'ның berkiti büyüktür.
Onun türlü taraflarida daryolarni oqqizgan. Ya'ni Alloh taolo ziminni yerib oqadigan tatlı suvliq cho'ng kichik daryolarni va iriq o'stanglarni qildi. Suvni g'arb, janub va shimolga bandilarning turayotgan iqimlarga va rayonlarga ularga ziminning qayerida bo'lsa shu yerga ularning ehtiyoji qarta oqtirib berdi. Onun ustida tavrab ketmaslik uchun tog'larni o'rnatgan. Ya'ni zimin ahli bilan tavrab ketmasligi uchun onun ustida uni ching va mustahkam tutib turadigan egiz tog'larni qildi. İki deniz arasida, ya'ni tatlı su bilan sho'rliq su arasida ayrılışıp ketmaslik uchun to'saqlarni qilgan. Ya'ni Allah tatlı su bilan tuzluq su arasida tatlı suning tuzluq suning tatlı suga ayrılışıp bir-birining sifatini buzib etmaslik uchun ularni bir-biridan ayirib turadigan to'saqni barpo qildi. Demak, Allah'ның hikmeti her iki suning maqsad qilgan sifati bo'yicha o'z peti qilishni talab qiladi. Haqiqatan suyi tatlı deniz deganimiz insonlar yashaydigan zimin arasından iqib o'tadigan daryo o'stanglardan iboratdir. Daryo o'stanglarning suyini tatlı qilishdagi maqsad bütün canlılarni, ösümliklerini ve bağı bostanlarını sug'urish uchundir. Tuzluq denizlar özünün etrafındaki rayonlarni her taraftan qorshab turg'ichidir. Deniz suyini tuzluq qilishdagi maqsad uning puruqi bilan havoning bulg'unib ketmasligi uchundir. Bu haqda Alloh taolo mundaq deydi: Allah kudreti bilen biri tatlık boğan deryani, biri tuzluk boğan denizni ular bir-biriga tutuşanğı boğan halda koyuvetti. Ayrılışıp ketmeslik için ularning arasida perde, tosmu berpa kıldı. Allah'tan başka ilah barmı? Yani bunu kim kıldı? Ya ki Allah'tan başka ibadet kılınadigan ilah barmı? Başka ilah yok. Ular, yani müşriklarning to'lisi bilmaydi. Yani ularning Allah'tan başka kılgan ibadetlerde ularning köp kısmı bilmegüçüdür. Beşiği gün tushgan odam duo qilsa, uning duosini ijobet qiladigan, uning beşiği kelgan ig'irchilikni ko'tarib o'tadigan va sizlarni ziminning o'rinbosarlari qilgan kim? Allohdan boshqa iloh bormi? Sizlar ozg'ini vaz nasihat olasizlar. Bu oyatda Alloh taolo bandalarining ig'irchiliklarda o'ziga duo qiladiganligidan, baloyi musibat yetganda uni ko'tarib yetishdan umid qiladiganligidan xabar berdi. Bu vaqtda Alloh taolo mundaq deydi: sizlar bahramand bo'layotgan ne'matlarning hammasini Alloh bergan. Sizlarga biror ig'irchilik yetsa, Allohga yolvorib duo qilasizlar. Sizlar dengizda biror ofatga yo'liqqan chig'inglarda esinglarga sizlar cho'qinayotgan ma'budlar kelmay, faqat Allohli keladi. Yani inson mundaq chaqda Allohdan boshqaga iltijo qilmaydi. Allah sizlarni g'arq bo'lishdan qutqizib, aman esen quruqlikqa chiqqarganda yüz öğreysizler. Yani ixlosinglar tugab, avvalgi oltinglarga qaytib olasizlar. İnsan küfürlük qilg'uchidir. Yani Allah'ның ne'matlarini inkar qilish insonning tabiatidir. Shuningda Allah bu yerda mundaq dedi: beşiği kun tushgan odam duo qilsa, uning duosini ijobat qiladigan, ya'ni boshqa kelgan balo musibatni Allohdan boshqa hech kim ko'tarib o'tolmaydigan bo'lsa, beşiği kun tushgan chaqda Alloh taolo iltijo qilmaydigan kim bor? İmam Ahmed Belhime Cemlik bir adamdan mundaq rivayet qiladi: men Allohning payg'ambari, kimdan so'rab duo qilsan dedim. Payg'ambar alayhisalom: men agar
sana musibet yetse, sen onunla dua kıysan, o musibetini senden kötürüp etediğin, eğer sen çölde minediğin bir ulığını yuturup koyup, andan onunla dua kıysan, onu sen kaytırıp verdiğin, eğer sana kahatçilik yetse, onunla dua kıysan, ösümlük östürüp verdiğin bir Allah dil tileymen, dedi. Men, ondaqda nasihat kılgın dedim. Peygamber aleyhisselam, hiçbir adamni tillamagan, sen qerindishingga ochiq chiroy kulimsirgan holda uchrashib bo'lsa-mu, senden suv so'ragan kishining qachisiga chilikangdan suv to'kib berib bo'lsa-mu, yaxshilik qilishni tashlab qo'ymagan. Ishtiningning uzunligini pochiqingdan oshirib etmagan. Agar uningga bo'lmasa, ho'shqingdan oshirib etmagan. Şek şübhisiz ki iştanını uzun kiyiş tekabburluktur. Allah hakikaten tekabburlukni yaktırmaydı dedi. Allah yolunda cihat kılgıçının kıssası doğrusunda. Hafiz İbni Asakir, Fatima binti Hasan Ümmü Ahmed İcliye'nin tercüme halıda mındak bayan kıldı. Fatima mındak dedi. Bir günü jangda kafirlar musulmonlar ustidan g'alaba qildi. Yaxshi ve yugurek at chapmay to'xtab turib oldi. Atning egisi boy ve yaxshi odam edi. U odam atqa: "Sana nim bo'ldi? O'lgur. Seni men mushundaq kuniga tayyorlamadimmi?" dedi. At uningga: "Men nimishqa undaq qilmay, sen bana yem xeşek berişni at bakıcılarına tapşırsan. Ula bana zulüm kılıp azgını boğuz berdi," dedi. O adam: "Allah nam bilen va'da kılıman ki bugündün başlap yem xeşekni sana özem berimen," dedi. Şunun bilen at uçqandek çaptı. O adam qutuldu. Şu gündün başlap etiga yem xeşekni öz berdiğan boldu. O adamның işi kişilerin arasında meşhur bulup ketdi. Kişiler bu ahvalını o adamdan anlaş üçün onun kışığı kelişki başladı. O adamның işinin haberi Rom padişahına yetip vardı. Rom padişahı bu adam baş şehrini işgal kılgılı bulmaydı dedi. Padişah o adamını özünün şehirge elip gelişke hile mekir işletip kışıdaki murtetlerden İslam'dan yeni algıcı. Bir adamni onun kışığı evetti. O murtet helik adamның kışığı yetip berip, hakikaten özünün ve kavminin İslam'a nispeten niyetinin yaxşılığını bayan kılıp, hatta o adamni işendirdi. Andın bir günü o ikkilen piyade minip deniz kırığı karab yola çıktı. O adam Rum padişahı tarafından kelgen bir adam bilen o adamni esir ilişka hemkarlaşık kelişti. Bu ikisi heyliqi at egisini tutuş için kol selividi. At egisi beşini asman tarafı götürüp: "Ey Allah, o murted meni senin namın bilen aldı de. Sen xalagan nesi bilen o ikkilerinin mikirden meni kutkızgan," dedi. Şunun bilen iki yırtqıç hayvan çıkıp o ikkilerini yep ketdi. At egisi sağ salamet öyge qaytdı. Ziminga orun basar bo'lishning bayan to'g'risida. Ve silani orun basarları kıldı. Yani keyinkilarni ilgirikilarga bir asrning odamlarini yana bir asrning odamlariga orun basar kıldı. Bu haqda Allah Teala mundaq deydi: "Eğer u xolasa silani halak kılıp, silani başka bir kavmning avlodidan paydo qilgandek, silaning o'rninglarga özü xalagan itaatmen başka bir kavmni koydu. Allah silani ötkenki ümmetlerinin orun basarları kıldı. Allah silani bergen nimetine şükür kıyson dep bazılardan bir qancha derece yuqur kıldı. Öz vaqtida Rabbin periştilerge
men yer yüzüde halife yani o'rinbosar yaratiman dedi. Qavmning ba'zisiga o'rinbosar qildi. Ve sizlarni ziminning o'rinbosarlari qilgan. Yani Allah Teala ummetga, avlodni avlodga, qavmni qavmga o'rinbosar qildi. Agar Allah xolisa ularni ba'zisining avlodidan qilmay, ularning hammasini albatta birli vaqtda yaratdi. Yoki Allah xolisa ularning hammasini Adem alayhissalomni tuproqdan yaratgandek bir vaqtda yaratgan bo'ladi. Eğer Allah xolisa ularning ba'zisining avlodini yaratib, hech bir odam ölmey ta ki hamma odam bir vaqtda o'ladigan qilgan bo'ladi. Bundaq bo'lganda zimin ularga tar keletdi-de, ularning tirikchilik va kasb yo'llari torlashib, o'zaro bir-biriga ziyon selishgan bo'ladi. Lekin Allah o'zining hikmati va qudrati bilan ularni bir candan yaratib, ondan ularni g'oyat zo'r sonda ko'paytib, yer yuzida avutib, Allah Taala taqdir qilgan ajili tugab, zimin beka bo'g'icha bir asrdan keyin yana bir asrni, bir ummatdan keyin yana bir ummatni chiqarishni iroda qildi. Allah Taala ondan qiyomatni barpo qildi. Nam amal defteri ochilganda her bir amal qiluvchining amaliga qarata to'liq javob beriladi. Shuning uchun Allah Taala mundaq deydi: Beshiga kun tushgan odam duo qilsa, uning duosini ijobat qiladigan, uning beshiga kelgan ig'irchilikni ko'tarib o'tadigan va sizlarni ziminning o'rinbosarlari qilgan kim? Allohdan boshqa iloh bormi? Sizlar ozg'ini va nasihat olasizlar. Yani shundoq qilishga kim qodir bo'ladi? Yoki shundoq turuqliq Allah Taolaga qo'shib ibodat qilinadigan ilohlar bormi? Haqiqatan Allohning shu ishlarni o'zi yolg'iz qilganligi, hech bir shirki yo'qligi oshkordir. Ularning haqqa yetaklaydigan ve to'g'ri yo'lga hidoyat qiladigan dalillardan va'z nasihat oladiganlari nihoyat ozdir. Elhamdülillah, yuqorida sura Naml tafsiridan 62. oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.